O'tgan safargi videoyimda mana shunaqa kallani ko'rsatganim 120 vatli kallani katta porti, ya'ni USB portiga ulangan telefon tezkor quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi. PD portiga ulanganda esa super tezkorni qo'llab-quvvatlaydi. Bitta kalla, ko'ryapsiz, bitta kallaning o'zida ikki xil zaryad beryapti. Endi nima sababdan shunaqa bo'layotganini aytib o'tgandim. Buning sabablari zaryadlash protokoli deydi. Telefoningizning ichida PD portli kabel chiqdimi? Mana shunaqa kabelga telefoningizni ulashingiz kerak bo'ladi, chunki telefoningiz mana shu kabelga moslashtirilgan bo'ladi protokollari. Agarda siz mana bunaqa USB kabelga ulasangiz, telefon protokolni ishdan chiqaradi va telefoningiz sekin zaryad oladigan bo'lib qoladi. Endi buni soddoroq bir tilda tushuntirmoqchi bo'ldim, salgina poyezd misolida tushuntiraman. Qarang, buni poyezd desak, sizda telefoningiz protokoli super tezkor berish protokoli mana shu kabel va mana bunaqa PD portli, mana mayda porti, Type C portli zaryadchikka moslashtirilgan deylik. Mana shunaqa zaryadchikka moslashtirilgan deylik. Moslashtirilgan deganda nimani tushunasiz? Masalan, poyezd yaxshi tez yurishi uchun, masalan, afrosiyop deylik, tez yurishi uchun uning yo'li, mana yo'llari shu poyezdga moslashtirilgan bo'ladi. Tez yurishi shu moslashtirilgan bo'ladi. Shu yo'li va yo'li sababli poyezd tez yuradi va manziliga tez yetib boradi. Protokol deganda mana shuni tushunsak bo'ladi. Bu bilan nima demoqchi? Masalan, vati bir xil, masalan 60 vatli deylik. Mana 60 vatli narsa, bu esa yo'li, mana buni kabelni yo'li deymiz. Mana shu poyezdni harakatlantiruvchi yo'li desak, mana bu poyezdda telefoningiz deylik. Mana shu telefoningizga yetarli quvvatni berish uchun, super tezkor quvvatni berish uchun protokollari mana shu kabelga mana shu kalla, ya'ni PD kalla moslashtirilgan bo'ladi. Shu sababli ikkalasi birga bo'lgandan so'ng poyezd, ya'ni telefoningiz super tezkorni qabul qilib, telefoningizga zaryadni o'z vaqtida sifatli holatda yetkazib beradi. Endi biz buni olib qo'yib, mana shunaqa USB portli zaryadkadan foydalansak, foydalanganimizda zaryad protokoli buziladi. Qarang. Mana bu vati bir xil deylik, vati bir xil. Mana bu kabeli. Bu telefon. Qarang, yo'li o'zgargandan so'ng, poyezdning yo'li o'zgargandan so'ng, poyezd sekin harakatlanadi va sifatli quvvatni bermaydi va tezkor quvvatni beradi. Tushunyapsizmi? Bitta mana shu poyezdning yo'li o'zgarganligi sababli, masalan, notekis yo'lga qo'yilgan poyezd sekin yetib boradi manziliga. Xuddi shunaqa holatda ishlaydi telefoningiz ham. Super quvvatni ola olmagandan so'ng zaryad protokoli buziladi. Bu telefoningiz deylik. Telefoningiz deganimiz, telefoningiz buziladi. Masalan, notekis yo'lga qo'yganingizdan so'ng poyezdning oyoqlari buziladi-ku, telefoningizni protokollari ham ishdan chiqadi. Shu sababli telefoningiz sekin quvvat oladigan bo'lib qoladi. Shu sababli telefoningizga qaysi protokolda zaryadga moslashtirildimi? Masalan, mana shunaqa protokolni zaryadga protokol qo'yilgandan so'ng, ya'ni telefon protokollariga moslashtirilgan quvvatlagichdan foydalanganingizda sifatli zaryad beradi. Masalan, mana shunaqa kabel qo'yildimi? Moslashtirib, telefon protokollariga moslashtirib, shunaqa kabel qo'yildimi? Mana shunaqa kalla olasiz. Tushundingizmi?